بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi sana 2023-yil noyabr oyining 1-chorshanba kuni Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab namozni ruhi yoxud namozni kaliti deb nomlangan darsimizni davom etkazamiz. Alloh taolo o'zi qilayotgan darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Mana sizlar bilan xosatan namozni mag'zi deb nomlangan darsimizdan o'tgan safargi darsimizda bir qancha mavzularni dars qilib tugatgan bo'ldik. Ya'ni xosatan mana shu mavzulardanki biz mana namozni kaliti yoki namozni ruhi deb nomlangan mana shu darsimizda mana deyarli sizlar bilan 8 ta kalitni tugatib chiqqan bo'libmiz. Ya'ni 8 ta mavzuda. Hozir endi 9-mavzuga kelganmiz. Endi har bitta mavzu endi alohida dars bo'lyapti albatta. Endi mana 9-mavzuda gapiradiganimiz duo. Ya'ni duoni albatta e'tibor berishi kerak bo'lgan narsalardan mana shu haqida endi bugungi darsimizda o'rganamiz. Aytayaptilar mana duo. O'zi as-solatu kalimasi arab tilida namoz degani. Namoz. Demak shu as-solat degan kalima o'zi lug'atdagi ma'nosi o'zbekchaga tarjima qilib aytilsa duo bo'ladi. Ya'ni duo bo'ladi. O'zi arab tilida ham duo. O'zbekchaga tarjima qilsa ham duo bo'lib qoladi. Buni mana istilohdagi mana shu haqiqiy ma'nosi shu. Demak namozda hammasi o'zi duo. Masalan istiftohda duo bor. Allohu akbar deb namozni boshlaymiz-ku. Ana shu namozga kirganimizda duo bor. Qur'on o'qiyotganda duo bor masalan. Fotiha surasida duo bor mana ihdinas siratal mustaqim. Mana to'g'ri yo'lga hidoyat qil. G'oyril mag'dubi alayhim valaddallin deb aytiladi masalan. Qarang. Va yana rukuda masalan duo bor. Ana shu rukudagi duolarda mag'firatni talab qilish bor, tasbihga bog'langan mag'firatni talab qilish bor. Bu ham duo bo'ladi. Masalan, rukuda subhana robbiyal azimni aytib bo'lganimizdan keyin subhanakallohumma va bihamdik Allohumma mag'firli deb aytib qo'yiladi. Xuddi shunaqa, xuddi shunga o'xshash, ya'ni duo borki sajdada. Qarang. Va yana ikkita sajdaning o'rtasida o'tirganimizda ham duo bor. Qarang, namoz o'zi duodan tashkil topgan. Va yana tashahhudni o'qib bo'lganimizdan keyin ham duo bor. Tushunarli-ya? Tashahhudni aytib bo'lamiz-ku. Shunda ham duo bor mana. Endi xosatan sajda ko'p duo qilishlik va yana mana shu sajdada duoda mahkam turishlikka alohida bo'lib xoslandi. Ya'ni sajdaga alohida e'tibor beriladiki, sajdada xosatan ko'p duo qilish kerak bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zi bor. Aqrob ma yakunul abdu min robbih. Banda Robbisiga eng yaqin bo'lgan holat va huwa sajid. Sajda qilib turgan holati bo'ladi. Ya'ni sajda qilib turgan holatda banda Robbisiga eng yaqin bo'ladi. Shu holatda ko'p duo qilinglar dedi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Qarang, mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Va yana boshqa hadislarda keladi va amma sujudu fa'kthiru fihi minad du'a. Ammo sajdaga keladigan bo'lsak, u joyda ko'p duo qilinglar degan Rasululloh. Faqominun ayustajaba lakum. Sizlar uchun ijobat qilinishi bu turgan gap degan. Ijobat qilinadi degan ya'ni. Va yana boshqa hadislarda va amma sujudu fashtahidu fi du'a. Ammo sajda bo'ladigan bo'lsa, unda duoda ijtihod qilinglar. Sizlar uchun ijobat qilinishiga loyiqdir. Fanussa bizalika fi umur. Endi mana shu bir qancha mana ishlarda ochiq aytiladi, qarang. Nas bilan aytiladi. Birinchi navbatda banda Robbisiga bo'ladigan eng yaqin holat sajda holati ekan. Mana shu narsa hozir hadisda ochiq aytildi bu. Hozir aytmoqchi bo'lganimiz shu. Demak, sajda holati kechani o'rtasida bo'lsa-chi. Mana sajda holati aytaylik, yarim kechada turib tahajjud namozi o'qiyapsiz. Mana shu yarim kechada sajda holati bo'ladigan bo'lsa, banda Robbisiga bo'lgan yaqinligi yana ham ziyoda bo'lib boraveradi. Nimaga? Chunki ba'zi hadislarda kelganki, Alloh taolo kechani oxirgi qismlarida dunyo osmoniga tushadi deb aytilgan. Tushunarli? Kechani oxirgi qismlari, ya'ni bomdod vaqti bo'lmagan vaqtlar bo'ladi. Shu oxirgi qismlarda dunyo osmoniga tushadi. Kim duo qiladi, duosini ijobat qilaman deydi. Demak, shuning uchun ham kechani yarmida bo'lsa, bandani Robbisiga bo'lgan yaqinligi yana ham yaqinroq bo'lib qoladi. Mana hadislarda keladi, banda
kechani oxirgi yarmida, fi jafil laylil akhir, kechani oxirgi yarmida Robbisiga eng yaqin holati bo'ladi degan. Eng yaqin holati shu kechani oxirgi yarimlarda bo'ladi. Endi agar sen degan Alloh taoloni mana shu soatda zikr qilishlikka qodir bo'ladigan odamlardan bo'lsang, shunday bo'lgan deb turib aytganlar. Qarang, mana bu Imom Termiziyda kelgan, Imom Termiziy sahih degan Amr ibn Abasani hadislari. Demak, bandaga holatni yaqinligi bo'ladi va vaqtni yaqinligi bo'ladi. Holati ham yaqin bo'ladi. Sajda holati Allohga yaqin degani va vaqtni yaqinligi bo'ladi. Va yana kech paytda birov bezovta qilmaydi. Xosatan mana shu vaqtlarga juda ham e'tibor berib olish kerak. Biz mana shu vaqtni qadrga yetmaymiz. Bu vaqtni bilmaymiz. Shu vaqtni bilmaganligimiz uchun ham doim o'zimizga zararli bo'lgan narsalarga intilib yashayveramiz. Shuning uchun ham masalan doim aytamiz-ku, masalan ayollarga nisbatan zohiran qarasangiz, mana erini ikkinchi yo uchinchi xotini bo'lishi bu go'yoki zararga o'xshaydi. Lekin u zarar emas. O'zi aslida u foyda. Ayolni, masalan erkakni ikkinchi, uchinchi ayoli bo'lishi. Chunki siz ana shunda mana eringiz bir kun yoki 2 kun boshqa xonadonda bo'ladi-da, siz o'zingiz bilan o'zingiz bo'lasiz. Robbingizga duo qilib qilsangiz bo'ladigan bir holat bo'ladi. Lekin men afsus bo'lsin, bu narsada ayollar yo'q deydi. Bizga kerak emas unaqa narsa deb turadi. Subhanalloh. Bu ibodat qanday kerak emas. Shuning uchun ham mana shu holatda, ya'ni ko'p xotinlikni yomon ko'rib, shu narsaga qarshi bo'lib turadigan, masalan ayollarni ko'radigan bo'lsangiz, faqat hayoti idish tovoq yuvish bilan, ovqat pishirish bilan, shu narsa bilan hayoti o'tgan. Ilmdan bexabar. Va yana ilmdan bexabar bo'lishlikka o'zi loyiq. Nimaga? Chunki mana shu Alloh taolaning shariatini zimdan xohlamaslik borda. Shuning uchun ham bu masalalarda juda katta e'tiborli bo'lishga kerak bo'lgan narsa. Uylansa masalan umuman e'tibor bermaslik kerak. Balki siz ko'p ibodatlar bilan mashg'ul bo'lib qolishingiz kerak. Endi albatta insonga ham xuddi shu holatda aytiladi. Xuddi shunaqa. Masalan, inson ko'p ibodat bilan erkak kishi shug'ullanish kerak bo'ladi. Qarang, mana shu birinchi bu hadisda ochiq aytilyapti. Yana ikkinchi navbatda sajdadagi duo u ijobat qilinadi deb ochiq aytilyapti bu yerda. Uchinchi navbatda ko'p duo qilishga bo'lgan buyruq bor shu sajdada. Va mahkam turib duo qilgin deyilyapti masalan. Va o'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hidoyatidanki, Rasulullohning yo'lidanki sajdani uzun qilish, ko'p duo qilish, yalinib yorvorish, tasbih, istig'for aytish. Namozda ko'p duoni o'rinlaridan. Qarang, namozdagi ko'p duoni o'rinlaridan bo'ladiki, ya'ni namozda o'zi eng ko'p duo qilib qolish kerak bo'lgan joyi qaysi deb aytilsa, qaysi? Qarang, e'tibor beringki, tashahhud aytib bo'lamiz-ku. Tashahhud aytib bo'lgandan keyingi holat bo'ladi. U tashahhudda Alloh taologa hamd sano aytib boshlanadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytiladi. Va yana mana shu joy duoni ijobat bo'lish o'rinlaridan deyiladi. Xosatan farz namozlarda. Demak, juda ham muhimki, hifzul adiyatil varidati fil Qur'on. Qur'onda kelgan duolarni nima qilib olish? Qur'onda kelgan duolarni inson juda ham muhim bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor berish. Qarang, Qur'onda kelgan duolarni yodlab olishi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Qur'onda kelgan duolarni yodlab olish kerak. Hali bu duolar haqida inshaalloh Robbimiz nasib qilsa dars qilib chiqamiz. Demak, Qur'onda kelgan duolarni yodlab olish kerak. Bu juda ham muhim. Hadisda kelgan duolarni yodlab olish kerak. Bu tarbiyaviy suratda yodlash kerak mana shu narsalarni. Ya'ni o'zingizni tarbiya qiladigan bir holatda yodlash kerak. Quruq yodlab qo'yish emas. Siz yodlaganingizdan keyin ana shu yodlaganingiz sizga foyda beradimi, yo'qmi? Mana shu holatda bo'lish kerak-da. Tushunali-ya? Mana shu holatlarga e'tibor berish kerak bo'ladi, ya'ni. Agar e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, u uncha foydasi bo'lmaydi. Shu narsaga ahamiyat qaratish kerak. Demak, Qur'onda, hadisda kelgan duolarda ko'plagan ma'nolar bor. Tushunishga, chuqur, daqiq tushunishga o'zi muhtoj bo'linadi. Odam rosa yaxshi e'tibor berib tushunish kerak. Val mutaammilu fi sola, namozga yaxshilab e'tibor beradigan odam yajidu annaha tawaffarat fiha asbabu ijabati du'a. Duoni ijobat bo'lish sabablari o'zida mukammal bo'lganligini topadi. Shu narsada mana birinchi navbatda ijabatu du'a indal istiftah. Istiftoh vaqtida duo ijobat bo'ladi. Birinchi namozni boshlaysiz-ku, ana shu vaqtda duoni ijobat bo'lish holati bo'ladi. Tushunali-ya? Birinchi Allohu akbar deb namozni boshlaganingizda istiftoh duosini aytishni boshlaysiz. Ana shu joyda duoni ijobat bo'lish holati bo'ladi. Shu holatda duolarni masalan xossatan
hadisda kelgan duolarni yodlab olish kerak. O'zi shu istiftoh duosi bo'ladi. Allohumma ba'id bayni va baynal khotoyaya kama ba'adta baynal mashriq wal mag'rib deb Rasululloh mana shunaqalarda aytardi. Yo Allohim, meni va xatolarim o'rtasini mashriq bilan mag'ribni uzun qilib qo'yganingchalik uzun qilib qo'ygin derdi. Qarang, mana shunday bo'lish kerak-da. Mana Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadi. Men Rasululloh bilan birga namoz o'qigan mahalimda bir kishi odamlardan birontasi aytardi, Allohu akbar kabira valhamdulillahi kafira va subhanallohi bukrata va asila deb turib, ya'ni shunaqa qilardi, deyapti. Rasululloh mana shuni aytganda, kim bu gapni aytdi deb turib aytganda, ya'ni bittasi namozda shunaqa devoradi. Shunda bir qavmlardan bir kishi, men ey Rasululloh deydi. Men aytdim deganda, men bunga ajablandim degan. Mana Rasululloh iqror qilyapti. Men bunga ajablandim. Shu gap tufayli osmonda eshiklari ochildi degan. Demak, bu qachon aytiladi? Allohu akbar deb namozga kirib olasiz-ku. Ana shundan keyin aytilsa bo'laveradi. Faqat ash bitta istiftoh duosiga qatib turmaslik kerak-da. Biz mutassibga o'xshaymiz. Mutassib bo'lib, yo ana shu subhanaka Allohummani aytib yuraveramiz. Mana shunaqalarni mana o'rganish kerak-da, qarang. Demak, kim bu aytuvchi deganda, men deb aytganda mana shu narsaga mana e'tibor beryapti, ya'ni. Demak, Fotiha bu duoun mustajab, ijobat bo'ladigan duo bu. Va hiya a'zamu duo, duoning eng kattasi. Mana shu narsaga qasamtu solata degan o'zi hadis dalil bo'ladi. Ya'ni, qarang, boshda aytaman. Fotiha ijobat bo'linadigan duo. Eng katta duodir. Bu narsaga hadisda Imom Muslimni sahihida kelgan men namozni 2 qismga bo'ldim degan hadis dalil bo'ladi. Endi 3-navbatda ijobat amin deyish mahalda ham bo'ladi, Fotiha surasini o'qib bo'lganidan keyin. Demak, ijobat Fotiha surasini o'qib bo'lgandan keyin amin deyish mahalda ham bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shunga o'zi qiziqtirib aytgan mana. Agar imom amin deb turib aytadigan bo'lsa, sizlar ham amin deylar. Qaysi bir kishini omini farishtalarning ominiga to'g'ri keladigan bo'lsa, oldingi gunohlari mag'firat bo'ladi deb turib aytgan. Mana shu nimaga dalil? Mana oldingi gunohlari mag'firat bo'ladi degani. Demak, targ'ib bor bu yerda amin deyishga. Va yana aminni baland va jahriy aytsa bo'ladi. Hanafiy ulamolari yo'q, maxfiy aytsa bo'ladi degan. Nimaga? Sababi bu duo. Duoni maxfiy qilish kerak deb aytgan. Lekin boshqa ulamolar yo'q, sahobalarga ergashganimiz afzal deydi. Haqiqatda sahobalarga ergashganimiz afzal. Shuning uchun ham biz mana shunaqa joylarda ba'zi qo'shtirnoq ichidagi odamlarga raddiya berib aytamiz. Ya'ni biz ularga raddiya berishni o'zi qasd qilmaymiz. Ularda mana alohida raddiya berib dars qilganimiz yo'q ularga. Shu darsimiz orasida ba'zi ularning gaplari esimizga tushib qoladi-da, shu holatda faqat shunday raddiya berib o'tib ketiladi xolos. Mana bu narsani imatatul aza anit tariq, yo'ldan shunday bitamda ahlat bo'ladigan bo'lsa, shunday bir chekka olib qo'yish deb turib aytiladi, ya'ni. Yo'lda ahlat bo'lsa, shunday uni olasida bir chekka olib qo'yish deb turib aytiladi. Mana shuni imatatul aza anit tariq deyiladi. Ularning holati shu. Ya'ni mana bittasi gapiryapti mana shu narsalarni. Bu namozda amin deyishlik holatini ana shu men Misrga bordim deydi. Misrga borganimda endi u yerdagilar Shofiy ekan, biz Hanafiymiz deydi. Bizni imomlikka o'tkizdi meni deydi. Imomlikka o'tkizgan mahalda birinchi rakatda men valaddolin desam, ular amin dedi. Lekin ikkinchi rakatda amin demadi. Bizni hurmat qildi. Ya'ni buzoqqa o'xshab barormaslik kerak, buzoqqa o'xshab mo deyormaslik kerak deb amin masalasini masxara qilyapti. Alloh subhanahu va taolo mana shunday amin masalasini masxara qiladigan yoki o'zi dinni masxara qiladigan odamlarni kofir bo'lganligida shak shubha yo'q ekanligini aytadi Alloh taolo. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohni va Allohning oyatlarini va rasulini sizlar masxara qilasizlarmi? Masxara qiladigan hech narsa qolmasdan mana shu din qoldimi masxara qiladigan? Alloh va Allohning oyati, rasulini masxara qilasizlarmi? Mana shunday masxara qilgan odam kofir bo'ladi. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Uzr aytmanglar, kofir bo'ldilaring. Iymonlaringdan keyin kofir bo'ldilaring. Avval iymonda edilaring. Endi bo'lsa kofir bo'ldilaring mana shu dinni masxara qilganliging tufayli. Qarang, mana shunday holatda bo'ladi. Mana ba'zi o'zini ahli ilmman deydigan odamlar mana shunday islomning ahkomlarini masxara qilib qo'yadi, na'uzubillah. Alloh taolo ofiyat bersin. Endi to'g'ri, ba'zilari mazhabga mutaassib bo'lganligidan gapirib yoradi. Alloh taolo ofiyat bersin, nima bo'lsa ham. Endi 4-navbatda hamd mahalida, ya'ni Robbana va lakal hamd degan mahalda duoni ijobat bo'lish bo'ladi. Bu xosatan rukudan ko'tarilgan mahalda bo'ladi. Takror aytamiz, rukudan ko'tarilgan paytda
rukudan ko'tarilib bo'lgandan keyin Samiyalloh liman hamidah, Robbana va lakal hamd degan mahalda duoni ijobat bo'lish mahali bo'ladi. Tushunarli-ya? Takror aytamiz. Rukudan ko'tarilgandan keyin hamd aytgan mahalda duoni ijobat bo'lish mahali bo'ladi. Shuning uchun ham qunutni mana shu vaqtda qilishga kerak bo'ladi. Qunutni, masalan, aytaylikki, mana hozirgi kunda ba'zi bir birodarlarimiz so'rayapti. Mana G'azodagi holatni ko'ryapmiz, Falastindagi holatda deydi. Qunut duosini o'qisak bo'ladimi? Va o'qisak qaysi namozlarda o'qiymiz? Bu narsani endi eshitishgan, ixtilof boshqa narsalarda vallohu alam shuning uchun ham savol so'rashyapti. Biz o'zi aytamizki, o'zi aslida so'rab o'tiriladigan narsa emas. Ummatni boshidagi bunday musibatlarni o'zi odam ko'rib turganda imkon qadar duo qilish kerak. Lekin ular ana shu namozimiz buzilib qolarmikin yoki namozimiz buzilmasmikin deb turib so'rayapti mana shu narsani. Mashaalloh, Alloh muvaffaq qilsin. Endi ularga javob berib aytamizki, ha, duo qilsa bo'ladi. Farqi yo'q, bomdod namozimi, peshinmi, asrmi, shommi, iftormi. Mana shunlarda qunut o'qisa bo'ladi. Qunut deganda faqat vitrda emas. Qunut deganda keyin faqat ana shu vitrdagi qunut duosini o'qish emas. Qunut deganda bu umumiyroq. Qunut degani umumiyroq suratda duo qilinadi. Ana shu qunutni masalan aytaylik bomdodda 2 rakat. Masalan peshin 4 rakat. Oxirgi rakati bo'ladi-yu, oxirgi mana 4-rakati. Shomda 3-rakati masalan. Xuddi shunaqa holatlarda oxirgi rakatda rukudan turib, Samiyalloh liman hamidah, Robbana va lakal hamd degandan keyin duo qilish kerak bo'ladi, qunut. Ana shuni qilish kerak, duo qilish kerak. Ya Allohim, o'zing falonchi bu kofirlarni o'zing la'natlagin deb. O'zi arab tilida o'rganish kerak. Arab tilini bilmasangiz, unda arab tilini bilmasangiz o'zbekcha qilib duo qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri, ba'zi ulamolar man qilgandir. Lekin imkon qadarda fattaqulloha mastata'tumga kiradi bu. Fattaqulloha mastata'tum, qodir bo'lgancha Allohdan taqvo qilinglar degan. Bemalol mana shu holatda duo qilsa bo'ladi. Duo ijobat bo'ladigan soati mana shu. Mana shu soatlarda g'animat bilib, ana shu musulmon birodarlarimizga duo qilishimiz kerak. Ularga xayr-ehson bilan duo qilsak, Alloh taolo yordam bersin deb duo qilsak, kofir bo'lgan kimsalar, yahudiylar, Amerika bularni Alloh taolo la'natlasin deb duo qilish kerak bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Rasululloh aytadi mana, agar imom Samiyalloh liman hamidah desa, Robbana va lakal hamd deylar. Chunki qaysi bir kishining so'zi farishtalarning so'ziga to'g'ri kelsa, oldingi gunohlari mag'firat bo'ladi degan. Rifoa ibn Rofi Az-Zuroqiy degan kishi aytadi. Kunna yawman nusolli varo'an nabiy. Biz bir kuni payg'ambarning orqasida, Rasulullohning orqasida namoz o'qirdik. Rasululloh rukudan boshini ko'tardi. Samiyalloh liman hamidah deb turib, shunday deb aytdi Rasululloh. Shunda orqadan bir kishi Robbana va lakal hamd, hamdan kasiron tayyiban mubarakan fih deb turib aytdi. Qarang, buni mazhabga qarab o'tirilmaydi. Buni aytishda buni bizi mazhablar aytilmaydi, bu narsa deb turib aytishadi ba'zilar. Yo'q, aytaverish kerak. Ajrdan mahrum bo'lib o'tirasizmi? To'g'ri, u mazhabdagi u xato kamchilik deyilaveradi u. Muammo yo'q. Robbana va lakal hamd hamdan kasiron tayyiban mubarakan fi. Mana shunday deydi bir kishi. Rasululloh salom bergandan keyin aytdiki, "Manil mutakallim, shu gapni aytgan kim edi?" dedi. Shunda men edim, men Rasululloh deganda, men degan 30 dan oshiqcha bo'lgan farishtalarni birinchi bo'lib yozishga harakat qilayotganligini, shu yozishga shoshilayotgan holatda ko'rdim. Kim birinchi yozarkin deb shuni yozyapti. Ya'ni savobini, ajrini, mukofotini yozardi. Anas radhiyallohu anhudan keladi, bir kishi kiradi, safga qo'shiladi va nafasi uni, ya'ni nafas tezda nafas olib chiqarayotgan bo'ladi. Ana shu nafasda hali bo'lib ham ovozda chiqib turgan bo'ladi-da. Ya'ni hali shoshilib kirgandir-da. Shunda alhamdulillahi hamdan kasiron tayyiban mubarakan fih deb turib aytadi. Bu rivoyatda shunday deb kelgan. Ya'ni o'zi aytishda masalan tashqariga chiqishni xohlamaganda, lekin shuni aytib yoradi. Endi shu nafasi sal qisib qolgan shunaqa holat bo'ladi. Shunda Rasululloh namozini tugatgan mahalda kim mana shu kalimalarni aytdi deydi. Har odamlar jim turardi. Shunda kimlar gapirdilaring? Fainahu lam yaqul ba'sa, hech ishkal yo'q bo'lgan narsani gapirdi. Go'yoki mana sahobalar biz bir narsa qilib qo'ydikmikan, xatoda qilib qo'ydikmikan deb o'ylab, hech kim hech narsa demardi-da. Ha, hech ishkal yo'q dedi. Shunda bir kishi keldi. Mana faqala rajul ji'tu va qad hafazani nafas faqultuha. Bir kishi aytganki, ey Rasululloh, men keldim, meni nafas qisib qo'ygan edi. Shunda men aytib yordim dedi. Keyin aytdiki, mana bu rivoyatda men 12 ta farishtani ko'rdim. Ular yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kim birinchi uni osmonga olib chiqish borasida ular
shoshilib turishgan edi. Qarang, mana namozda ana shu Robbana va lakal hamd deydigan joy bor, ana shunga qo'shimcha qilib aytiladi. Robbana va lakal hamd hamdan katiron tayyiban mubarakan fi. Mana shuni aytish kerak bo'ladi. Biz bechoralar mahrummiz mana shu narsadan. Ko'pchiligimiz aytmaymiz, ha mazhabimizda yo'q ekan. Shunaqa narsalar bilan yuraveramizda. Alloh ofiyat bersin. 5-navbatda sajdada duoning ijobat bo'lish holati bor. Mana shu mavzuni avvalida bunga dalil bo'ladigan hadislarni zikrini aytib o'tdik. Bunga dalil bo'ladigan hadislar o'tdi. Endi 6-navbatda tashahhuddan keyin duo qilish. Tashahhuddan keyin salomdan oldin. Ya'ni tashahhuddan keyin deganda attahiyot, Fotiha, ya'ni attahiyot bo'ladi, salovatlar bo'ladi. Shularni aytib bo'lgandan keyin duo qilish bo'ladi. Va salomdan oldin, salom berishingizdan oldin duo qilish kerak bo'ladi. Shunda ey Rasululloh deb aytilgan mana Rasulullohga. Qaysi duo yaxshiroq eshitiladi deganda Jawfal layli al-akhir, kechani oxiridagi namozda, ya'ni kechani yarim kechadagi namoz va dubura salavatil maktuba, farz namozlardan keyin degan. Shunda ulamolar aytadiki, farz namozlardan keyin deb aytilyapti-yu. Farz namozlardan keyin degani salom berishdan oldingi holat. Salom berishdan oldingi holat deb turib aytiladi. Tushunali-ya? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mana biron bir ish agar yetib qolsa, bir Rasulullohni mahzun qiladigan, xafa qiladigan ish yetib qolsa, Rasululloh darhol namozga shoshilardi. Namozga shoshilib, namozni uzun qilib o'qirdi. Namozda tavba tazaru, yalinib yorvorish, Allohdan yordam so'rash, duoda mahkam turish holatlarini ko'p qilardi. Va kurbatda ochilishini talab qilish, g'umma deb aytiladi, ya'ni shunday g'am, qayg'u, shu siqilish holatlarini ketishini talab qilish, shu holatlar bo'lardi. Fa hada huwa siratul mustaqim, mana bu to'g'ri yo'l mana. Va hadiyul qawim fi misli hadil ahval, shu holatlarda u to'g'ri bo'lgan hidoyat. Lakinnal mulahaza anna man lam yujahid nafsahu ala salati fi ar-raha, lekin e'tibor beriladigan narsa shuki, qaysi bir kishi o'zini nafsi bilan yengilchilikda namoz o'qish borasida agar kurash olib bormasa, ya'ni bu degani mana shunaqa hozirgi kunda bir bo'sh vaqt bo'lib turgan holatda, yengilchilik bo'lib turgan holatda o'zini ustida ishlab namoz o'qib olmasa, uzun namozlarni o'qib o'zini ustida shunaqa uzun namozlarni o'qib mashq qilib olmaydigan bo'lsa, fa innahu la yastafidu minha fi shidda, qiyinchilik mahalda foyda ola olmaydi. Baltasabu alayhi va tata'azzar, balki unga qiyin bo'lib qoladi va hamda uzunli bo'lib qoladi. Qarang, innal ikhlasa aqwa halin yustajabu fiha ad-du'a va yuhaqqaqu ar-raja va yudfa'u al-bala. Zero ixlos unda duo ijobat bo'ladigan eng kuchli holat bo'ladi. Ixlos shunaqa holat, duo unda ijobat bo'ladigan eng kuchli holat. Va yana umid amalga oshadi. Qarang, ixlos bo'lsa shunaqada, ixlos bilan sidiq bo'lib turib ozgina amal qilsangiz sizga foyda beradi. Demak, ixlos u holat duo, ya'ni mana shu ixlos holati bo'lsa, shu ixlos holatida duo ijobat bo'ladi. Umid amalga oshadi. Balo ketadi odamdan. Hatto ixlosli odam o'zini duosida xolis bo'lsa, mushrik bo'lsa ham Alloh duosini ijobat qiladi. Mushrik, kofir bo'lsa ham. Qarang, Alloh taolo Qur'oni Karimda fayda rakibu fil fulki da'awulloh muxlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum mushrikun. Mushrik bo'lgan odamlarni vasf qilib aytadi Alloh taolo. Ular kemaga chiqib qolsa, mabodo kemaga chiqqandan keyin ana shu kemada to'lqinlanish holatlari bo'lsa, dengizda har xil holatlar bo'lib qolsa, kofirlar qo'rqqanligidan Allohga qattiq iltijo qilib yurishardi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularni duosini ijobat qilardi. Lekin ularda mana sharti da'avulloh muxlisin lahuddin. Allohga xolis bo'lib turib duo qilishgan. Xolis bo'lib duo qilgan, Alloh taolo keyin ularga najot bergan. Falamana jahum, ularga najot bersa, falamana jahum ilal bar, ya'ni quruqlikka shunday eltib qo'yadigan bo'lsa, idahum mushrikun. Bular mushrik, ya'ni idahum yushrikun, ya'ni yana shirk keltirib ketaveradi. Mana shunda ba'zi ulamolar aytadiki, oldingi mushriklar shunaqa bo'lgan deydi. Lekin hozirgi mushriklar shirki oldingilardan ham qattiqroq degan. Mana shuni bizni ustozimiz aytib berardi. Biz bir kuni deydi, ana shu Eronda biz yashaganmiz dedi, deb aytib bergandi ustozimiz. Erondan Dubayga chiqadigan bo'lib qoldim deydi. Dubayga endi chiqyapman, bir uxlab turib, ana shu samolyotda bir uxlab tursam deydi. Uxlab turganimdan keyin qarasam, shunaqa baqir-chaqir qiy-chuv bo'lyapti deydi. Bilsam, samolyotda aynaqa mana baloni ochilib qo'yadi-yu, bunday ochiladi, yopiladi. Shu ochilmay qolgan ekan. U vaqti bilan shunaqa bo'lib turar ekanda. Endi shu ochilmay qolganda haligi shiyalar edi ekan. Husayn, Ali,
deb shunaqa qilib, "Ey Fatima, biz senga duo qilamiz, iltijo qilamiz" deb ana shunaqa qilib duo qilib turishgan deydi. Men ko'rib qo'rqib ketganman bularni deydi ustoz. Chunki qara hammasi mushrik va yana shirki mana shu holatda qattiqlashib ketyapti qarang. Oldingi mushriklar sal tuzik bo'lgan hozirgi mushriklardan ko'ra. Xullas Alloh ofiyat bersin. Xullas bizni gapimizning xulosasi namoz qachon haqiqiy suratdagi namoz bo'ladigan bo'lsa, mana shu haqiqiy suratdagi namoz ishonavering, u ixlosni va yaqinni quvvatini amalga oshirib beradi. Ixlosni quvvatini va yaqinni quvvati, ya'ni bu nima degani? Ixlosni quvvatini amalga oshirib beradi. Juda ham odamni ixlosli qiladi. Yaqinni quvvatini amalga oshiradi. Bi annahu la ilaha illalloh. Ana shu ixlos quvvati va yaqinki Allohdan boshqa haq iloh yo'q ekaniga bo'lgan mustahkam ishonchni amalga oshirib beradi. Va huwa vasilatu ila kashfil kurbat. U mashaqqatlarni kashf qilinishiga bo'lgan vasila. Va jalayl humumi val ahzan, g'am qayg'ularda siqilish holatlarini jala degani ketishiga mana shu vasila bu. Va sharhi sudur, qalblarning ochilishiga, ishlarda yengil bo'lishiga va daf'i shurur, yomonliklarni daf bo'lib ketib qolishiga, yo'q bo'lib ketishiga vasila bo'ladi. Endi duo mana shuni bildikki, ibodat ekan bu. Namozni o'zi bo'lsa, u duo ekan. Namoz demak ibodat. Tushunali-ya? Duo u ibodat. Duo ibodat. Endi namoz bo'lsa, u duo. Shu namozimiz demak ibodat ekan. Qarang, mana bir-biriga bog'lanyapti. Demak, bandani hayotida shug'ullanishi kerak bo'lgan eng katta amal deb aytiladi. Butun o'zini bandani hayotida shu himmatini, hamma g'am qayg'usi shunga e'tibor berish kerak bo'lgan narsa deb aytiladi. Demak, namoz banda bilan Robbisining o'rtasidagi aloqa. Insonni, bandani Xoliqiga, Robbisiga bog'laydigan mustahkam dasta. Allohning huzuriga olib kiradigan, Allohga yaqinlashtiradigan mustahkam dasta deyiladi. Va banda shu namoz sababli oliy darajalarga, avliyolik darajalarga yetib oladi. Allohga avliyo bo'ladigan darajaga, ya'ni Allohga do'st bo'ladigan darajaga yetib oladi. Muhabbat qurib Allohga yaqin bo'lish darajalariga yetib oladi. Shuning uchun ey birodar, ko'p qodir bo'lgancha imkon topdingizmi, namoz o'qing. Ko'p namoz o'qing. Qarang, oldin ham aytib bergan edik. Ibnul Qayyim rahimahulloh, Ibn Kasir aytib beradi, doim namoz o'qirdi deydi. Subhanalloh, doim qachon qaramay namoz o'qirdi. Doim ibodat deydi. Ilmni mashna qilib olgan. Mana shunday qilib, faqat demak ilm kitob o'qib o'tirish bilan ham bo'lmaydi. Ilm albatta ibodat bilan ham bo'ladi. Qarang, demak namozni ko'p qil deb aytamiz mana. Imkon qadar namozni o'qing. Va yana namozda duo ekanligini doim yodingizda tuting. Biron bir banda, ya'ni qaysi bir inson Alloh unga duo eshigini ochadigan bo'lsa, Alloh bilan gaplashlik, munojat eshigini ochib qo'yadigan bo'lsa, u inson hech ham baxtsiz bo'lmaydi. Badbaxt bo'lmaydi. Ey mo'min birodarlarim, aka-ukalarim, duo. Duoni lozim tutinglar. Aniq najot topasizlar. Endi mabodo savol so'ralsa, xo'p, mana duo. Endi duo deganda birinchi mana zehnga keladigan narsa u namoz. Demak, namoz u duo. Ya'ni nima demoqchi mana qarang. Va idza qila ad-du'a fa awwal ma yanbaghi an yansarif al-fahm ilayhi huwa as-salat. Fa hiya ad-du'a va hiya aqra ma yakunu al-'abdu min rabbih. Agar aytilsa duo deb turib aytilsa, u duo deganda fa awwal ma yanbaghi an yansarif al-fahm, ya'ni insonning tushunchasi birinchi e'tibor qaratiladigan narsasi u namoz bo'ladi. Shu namoz bo'lish kerak. Namoz mana shu duo bo'ladi. U duoki banda Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati bo'ladi. Demak, tazakkar annaka fi ayyi lahzatin mu'arradun li khatari zawari al-hidayah min qalbik fakun ala hadar. Demak, ey birodar, siz esingizda tutingki, qaysi lahzada, qaysi vaqtda qalbingizdan hidoyat ketishlik xatariga duch kelayotganligingizni siz yodingizda tuting. Ya'ni har lahzada, har soatda qalbingizdan hidoyat chiqib ketishi mumkin. Alloh taolo sizdan shunday iymonni, Alloh taolo sizdan bu islomni tortib olishi mumkin. Kofir bo'lib ketishingiz mumkin. Shuni esingizda tuting. Demak, qalbingizdan hidoyat shunday sug'urib olinishiga siz shunday ko'ndalang turasiz. Esingizda tuting shu narsani. Shuning uchun ham ehtiyot bo'ling.
Inson shuning uchun xotirjam bo'lib qolmasligi kerak. Ha, Alloh mehribon, rahimli-ku deb turib xotirjam bo'lib qolmasligi kerak. Xotirjam bo'lishlik bu Allohning makridan xotirjam bo'lish gunoh kabira bu. Gunoh kabira bu. Fakun ala hazar, ehtiyot bo'ling. Va alam annaka muttarrun ila robbik fi kulli lahzatin. Har bitta lahzada Robbingizga majbur ekanligingizni biling. Ya'ni har bitta lahzada Robbingizga ayyahdiyaka lis-siratil mustaqim, to'g'ri yo'lga hidoyat qilishiga, to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'yishiga siz mustorsiz. Ya'ni majbursiz siz. Va yana qalbingizni dinda sobit qilishlikka majbursiz. Va sizni adashlikdan, zalolatdan, ma'siyatdan saqlab qo'yadi. Ya'ni shu narsada shu holatdasiz. Fal abdu afqaru ma yakunu va ahwaju ma yahtaju min rabbih lil hidayati ila siratil mustaqim. Banda to'g'ri yo'lga hidoyat bo'lishga juda ham muhtoj. Haddan tashqari banda muhtoj deb aytiladi. Va yana qalb dinda sobit turishiga va ko'z ochib yumguncha ana shu Allohning hidoyatidan ketib qolmaslikka juda ham muhtoj. Allohning dinida turishlikka juda ham muhtoj. Shuning uchun ham mana bu duo, xosatan Fotihadagi duo, ihdina siratal mustaqim deb hidoyat so'rashlik duosi har bitta rakatda farzi ayn. Inson u bilan duo qilish kerak. Mustor bo'lgan odamni duosiga duo qilish kerak. Mustor, majbur bo'lib qolgan, qo'rqib turgan, titrab turgan, xor bo'lib turgan odamni duosiga duo qilish kerak. Robbisini rahmatini, hidoyatini umid qilib turgan insonni duosiga duo qilish kerak. Allohning g'azabidan qo'rqib, to'g'ri yo'ldan adashib ketishdan qo'rqib turadigan holatda bo'lish kerak. Alloh taologa yalinib yorvarish, muhtoj bo'lish, Alloh subhanahu va taologa istiror, ya'ni majbur holatda bo'lishlik, yajibu yakuna fi kulli hal, har qanday holatda bo'lish vojib bo'ladi. Yengillik holatda ham, zarar holatda ham, shiddat holatda ham, yengillik holatida ham. Har qanday holatda. Chunki inson Robbisiga o'zini har bitta olayotgan nafasda muhtoj. Va u inson qalbini harakatlarini har bittasida juda katta xatarda bo'lib turadi. Inson juda katta xatarda. Robbisidan ko'z ochib yumguncha behojat bo'lgan holati yo'q insonda. Ibn Taymiy rahimahulloh aytadi: "Bihaysu yajidu ittirarahu ila an yakuna Alloh ta'ala ma'budahu va mustaghathahu a'zama min ittirarihi ila al-akli va shurbi fa innahu la salaha lahu illa bi an yakuna Allohu huwa ma'budahu alladhi yatma'innu ilayhi va ya'nasu bih." Ya'ni deydi, inson agar istiror holatini, majbur holatini topayotgan bo'lsa, ya'ni maqsad bu yerda Alloh taolo o'zini ma'budi, Alloh taolodan Allohni, ya'ni o'ziga insonga yordam beradigan bir zoti bo'lishi, yemoqqa, ichmoqqa bo'lgan majbur bo'lishidan ko'ra Alloh taolo ma'budi bo'lishlikka majburlikni inson qaysi joyda topadigan bo'lsa, shu insonni salohiyati bo'lmaydi. To'g'ri yo'lda bo'lib ketishi bo'lmaydi. Illo qachon bo'ladi? Bi ayyakunallohu va ma'buda. Alloh u ma'budi bo'lsa, unga xotirjam bo'ladigan va u bilan ulfatlashadigan ma'budi bo'lsa, va uni zikri bilan lazzatlanadigan va yana u bilan rohatlanadigan holati bo'lsa. Bu narsa albatta Alloh taolaning yordami bilan hosil bo'ladi. Qachon qalbni Allohdan boshqa bir ilohi bo'lsa, qalbga Allohdan boshqa bir narsa kirib qolgan bo'lsa, u qalbga Allohdan boshqa ilohi deganda ba'zi insonlarni qalbiga oddiy narsani yaxshi ko'rish kirib qoladi, harom bo'lgan muhabbatlar kirib qoladi. Mana shu holatda inson fasod bo'ladi, halok bo'ladi, salohiyat bo'lishi, tuzalib ketishi endi qiyin. Juda ham qiyin bo'ladi. Mana shu Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiy rahimahullohning so'zlari mana. Yana aytadilar. Kitobning sohibi: "Hada huval abdullazi haqqaqal ubudiyata va akhlasahu lillah." Mana bu banda, mana qulchilikni haqiqiy suratda qilgan, Allohga ixlos qilgan inson. Fala yughayyiru taghayyurul hal min halihi shay'a. Uni bir holatdan, ya'ni o'zini holatdan biron bir holatda o'zgarishi hayotidan biror bir narsani o'zgartirib qo'ymaydi. Bir holatda o'zgarishi, ya'ni uni insonning holatlaridan biron bir holatda o'zgarishi hech bir narsani o'zgartirib qo'ymaydi agar haqiqiy inson Allohga banda bo'lib turib bersa. U inson huwa fi ahlaki shiddat, juda ham qattiq shiddat, ya'ni muhtojlik holatda bo'ladi. Xuddi eng yaxshi holatda va eng ne'matli holatda bo'lgani kabi. Ya'ni shu holatda bo'lgani kabi juda ham bir qiyinchilik holatda bo'lib turadiki, mana shu holat ham la tatag'ayyaru shiddatu ta'zimi, ya'ni Allohning qattiq ulug'lashi, qattiq muqaddas deb bilishi, buyuklashi, hurmat qilishi, Robbisini ulug'lashi
bu qattiq bo'lishi hech ham o'zgarib qolmaydi. Inson qanday holatda haqiqiy inson Allohga qul bo'lsa-da, ya'ni haqiqiy Allohga qul bo'ladigan bo'lsa, insonning qulchilik holati o'zgarib ketmaydi. Gap xulosa shu. Tushunali, ya? Ya'ni Alloh taologa bir inson haqiqiy suratda qul bo'lsa, u inson boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, kasal bo'ladimi, sog'lom bo'ladimi, bir yaqini vafot etadimi, vafot etmaydimi, nima holatda bo'lsa ham Alloh taologa haqiqiy qul suratda turib beradi, ya'ni. Hech ham o'zgarmaydi uning holati. Wala tataghayyar ru'yatu shiddati faqri. Mana o'zini juda ham qattiq qashshoqligini ko'rish va majbur bo'lish, o'zini muhtoj ekanligini va istig'osati Allohdan doim qattiq yordam so'rayotganligini ko'rishlik. Vabtihalihi li robbihi shay'a. Robbisiga qattiq muhtoj ekanligi biror bir narsasini o'zgartirib qo'ymaydi. Demak, Alloh taolaga go'zal qulchilik qilish deyishdan maqsad doim inson duoda bo'lish kerak. Doim Allohga yo'nalib, doim Allohga majbur bo'lib, Allohga xorlanib turish kerak, har bitta nafasida, har bitta lahzasida. Zero mana bu foydali ilmda. Qani, takror aytamiz. Insonni Allohga bo'lgan eng yaxshi qulchilik holati, eng yaxshi Allohga banda bo'lishi, inson doim duoda, doim Alloh oldida inson o'zini xor deb bilishi, Alloh taologa o'zini haqiqiy muhtoj ekanligini his qilishi, mana shu haqiqiy qulchilikni go'zalligi o'zi mana shu. Har bitta lahzasida, har bitta olayotgan nafasda bo'ladi bu. Endi mana bu foydali ilm mana. Shu foydali ilmdan, bu iymondan, mana shunday yaqindan agar odam g'aflatda qoladigan bo'lsa, bu insonning qulchiligiga ta'sir etadigan noqischilik deyiladi. Agar ko'p bo'lib ketsa va uzun bo'lib ketsa, yoki bo'lmasa shiddatda bo'lib qolsa, yengilchilik holatda bo'lmasa, ya'ni masalan, inson yengillik holatda, rohat, farog'atda unaqa Allohga iltijo qilmayapti-da, faqat boshiga bir musibat tushgan vaqtda, boshiga bir musibat tushib qolsa, "Ey Alloh, men seni Robbim deyodim" deb turib, mana shunaqa qilib turadigan bo'lsa, bu Alloh taologa qulchilik qilishdan kibr qilishni turi deb aytiladi. Kibr qilish-ku bu deyiladi, ya'ni. Demak, sizga ey banda, Robbingizga qulchilik qilishdan ko'z ochib yumguncha alohida bo'lib qolishingiz to'g'ri kelmaydi. Balki siz doim duoda bo'ling, iltijoda, doim Robbingizga istiror, ya'ni doim Alloh taologa istiror qilib turing. Istiror degani nima degani? Doim muhtoj bo'lib turing. Mana shuni Alloh taolo sizdan iroda qilib turadi. Shuni sizdan iroda qiladiki, shu iroda qiladigan holati Alloh subhanahu va taologa xolis bir banda bo'lishingiz. Duo, yordam talab qilish, iftiqor doim bo'lishi. Demak, istig'forni ko'p ayting. Hayotingizda masalan shu qiyinchilik holat bo'lyaptimi? Ibodatlarga qaytishlikda suskash holat bo'lyaptimi? Ibodatlaringiz unaqa yurib ketmayaptimi? Meni maslahatim ko'p istig'for ayting. Va yana kecha kunduzda ko'p uzr bildirishni bildiring. Ko'p uzr bildirish, ya'ni kecha kunduzda odam doim istig'forda bo'lishi. Alloh taolo istig'for aytadiganlarni yaxshi ko'radi. Xosatan sahar vaqtlarida turib, bomdoddan oldin turib ko'p istig'for ayting. Alloh taolo isloh qilib qo'yadi har bitta narsani. Oiladagi holatlar bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin. Tavba qiladigan odamlarning tavbasini Alloh taolo o'zi qabul qiladi. Mana bizni hozir aytmoqchi bo'lgan masalamiz o'zi shu edi. Mana duo masalasi bu juda ham muhim bo'lgan masala edi. Mana shu narsaga asosiy ishora qildik. Alloh taolo o'zi darslarimizni o'zi foydali